Assalomu alaykum kanalımıza obunachilar. Bugungi rolikimiz 4-dahada joylashgan 4 xonali kvartira chiqqan ekan, 5 qavatli birinchi qavatında remontlari cho'qchi remontdan chiqqan. Bu yerda ayrim jihozlar yetadi, ayrim jihozlar qoladi. Bu yerimizda kuxni mebellari qoladi, gaz plita, vichkalar qoladi. Kir mashinalari xolodilnik yetadi, gilamlari qoladi. Akfamız ham ko'payni ichkilardan o'tib ketdi. Bu yerimizda zal qismi. Zalimizdan lustraları qoladi, perdalari, gilamlari qoladi. Fon taxtasi, DC kravatlari yetadi. 8'e 320 razmerga tushgan zali. Bu birinchi xonamiz, ikkinchi xonamizni ko'rib olsak, bu yerimizda spalni joyi, televizorlar postavkasi bilan yetadi. Spalnisi yetadi, perdasi, gilami, konditsionerlari qoladi bu yerda. Yanımızda 3. xonamiz ilik sanuzellaridan akkuratni turibdi. 4. xonamiz DC spalni, bu yerdan gilamlar, jaluz perdalar qoladi, remontlari yaxshi. Narxlari 47 ming dollar bo'lsa beriladi ekan. 4 xonali kvartira. Siz e'tiborlaringiz uchun katta rahmat.